Iso Masihning Yuhannoga yuborgan vahiysi. Vahiy kitobi 1-dan 22-gacha bo'lgan boblar. Iso Masihning ko'plab havoriylari, shogirdlari, xushxabarni va'z qilganlari va Isoga sodiq qolganlari uchun azobli o'lim topgan edilar. Ulardan faqat bittasigina o'zining ajali bilan 90 ga kirib olamdan o'tdi. U Efes shahridagi masihiylar jamoatining a'zosi bo'lgan. Bu havoriy Yuhanno edi. Garchi u ham Isoga ishongani uchun ko'p marta quvg'inlarga duchor bo'lgan bo'lsa-da, uni qatl etishmagan edi. Lekin havoriyni O'rta Yer dengizidagi Patmos oroliga surgun qilishdi. Orol aholisi mahbuslar va soqchilardan tashkil topgan edi. Orolda hukm surgan sokinlik orasida Xudo Yuhannoga o'z kalomini yubordi. U Yuhannoga Isoning shohlarning shohi ekanini, masihiylar har yerda quvg'inga uchrayotgan bo'lsalar-da, ularning taqdirlari, hayotlari Isoning qo'lida ekanini ko'rsatdi. Yuhannoning ko'zi o'ngida paydo bo'lgan manzaralarda, vahiylarda unga shuningdek jahon tarixining poyoni, yakuni ham ochib berildi. Yuhanno jami bo'lib Xudodan 12 ta vahiy oldi va ularni muqaddas kitobning eng oxirgi vahiy kitobida bayon etdi. Eng so'nggi vahiyda farishta Xudoning xalqi uchun tayyorlab qo'yilgan osmon shohligining ulug'vor manzarasini ko'rsatdi. Havoriy Yuhanno yangi yer va yangi osmonni, ya'ni jannatni, Xudoning va qo'zining taxtidan chiqadigan billurday tiniq, hayot baxsh daryoni ko'rdi. Uning qirg'og'ida hayot daraxti o'sar edi. Osmon shohligida hech kim gunoh qilmaydi. Chunki Iso Masih gunohni tamomila yenggan. Gunoh, iymonsizlik va o'lim zulmati endi qaytib kelmaydi. Negaki Xudo ularni bartaraf qiladi. Najot topgan iymonlilar esa osmon shohligida Masih bilan abadul abad hukmronlik qiladilar. Farishta Yuhannoga ko'rgan va eshitganlarining hammasi ishonchli va haqqoniy ekanini aytdi. Vahiy oxirida Rabbimiz Isoning o'zi havoriy Yuhannoga: "Men ibtido va intihodirman, birinchi va oxirgi, boshi va poyonidirman. Men Davud ildizidan chiqqan zotdirman, uning zurriyotiman, yorug' tong yulduziman. Men tez qaytib kelaman", dedi Iso xayrlashayotib. "Amin, yo Rabbimiz Iso, kelgin", javob qildi Yuhanno.